ayollarimizni zo'rlab, millatimizni haromlab tashlagan edi. Endi mana o'zimiznikini aynityapti. Mana o'sha qizni videosini kommentariyasiga kirib o'qib ko'rdim. Juda ko'p qizlar, asosan yosh qizlar, opa menga bilet bersin, boraman deyapti. 19 yashar, 18 yashar qizlar. Hali ular bu yerdagi narsalar jozibador ko'ringani bilan qanday muammolar kutib turganini bilmaydi. Siz bilan menga o'xshaganlar yo ota-onalar bu narsaga chora ko'rmasa, bu narsalar davom etaveradi. Men juda ko'p millatlar bilan gaplashganman, tanishlarim bor. Mana oddiy misol turklarga yo kavkazliklarga ayollari haqida bir narsa deb ko'ring yoki hattoki maqtab chiroyli ekan deb. Ko'zi xinidan chiqib ketgidek bu himoya qiladi o'shalar ham. To'g'ri, ba'zilaring aytasizlar, bu har bitta odamning o'zining insoniy huquqi, kimga turmushga chiqish, qayga turmushga chiqish. Bu gapga qo'shilaman. Agar haqiqatan yaxshi ko'rishib, bilib bir-birini o'rganib turmushga chiqsa, o'zi yaxshi ko'rganiga. Men ham bir paytlar Ukrainadan uylanganman. Lekin sizga ertov beradigan agent, Koreyadan ertov beradigan agent, ikkilaringni bir-birlaringni sevdirolmaydi hech qachon. Men hattoki shunaqa qizlarni ko'rganman, yosh qizlarni, erga tekkan Karskami, Xitoygami, o'rtada bitta farzandi bor. Haligacha eri bilan bir-birini tushuna olmaydi. Google Translate orqali, perevod orqali gaplashishadi. Hozirgacha. Bu oddiy bitta misol qilib aytyapman. Bunga o'xshash misollar juda ko'p. Oldingilarda sabr bo'lgan, hozirgi yosh qizlarimizga nima yetishmayapti bilmayman. Ham bo'lsa, hozir ayollar huquqi ancha o'sgan, rivojlangan bo'lsa, yigitlarimiz bo'lsa juda ko'pchilik yoshligidan mehnat qiladi. Mana sizlarga oddiy bir fakt aytaman. Buni liboy bir yoshi katta odam tasdiqlashi mumkin bu gapimni. Oldingilarda ota-onasi uylab qo'ygan. Hozirgi yosh yigitlardachi 90-95% o'zi pul topib, o'zini to'yiga o'zi pul topib, o'zini o'zi uylayapti. Mashina ham olyapti kerak bo'lsa, uylanmasdan turib. Hamma yo'qni qilib qo'yyapti. Xullas mana shu agentlarni, ana shu chetdan qizlarimizga, singillarimizga er topadigan agentlarni taktubi bilan yo'qib tashlash kerak. Qonuniy choralar ko'rib bo'lsa ham. Mana shu videoni maksimal tarqatib tashinglar, hamma ko'rsin. Shu erkaklarimizga bilgan bo'lsa ham, shu e'tiborsiz qoldiradigan erkaklarimiz sal g'urur uyg'onsin.